Mana navbatdagi Halls 7,5 kW vintoy kompressorda o'rnatib ishga tushirib berdik. Xudo xolsa endi konsultatsiyalarni qilib, davleniya 18 ga chiqyapti. 0,78 ko'rsatyapti va 75 оборотda aylanyapti, chastotada aylanyapti. 75 dan keyin 0,8 ga 0,75 dan 0,8 ga olib chiqincha mana shu past davleniya past оборотda ishlaydi. Xavfsizlik uchun bu. Bunda bitta narsani ko'rib qoldik. Bunda 4 ta 9 ekan demak parola. Keyin shuni tekshirib ko'ramiz. Nasraga pozitivli. Bosamiz. 1 2 3 4 ta. 4 ta ko'ringandan keyin mana mana. Bosamiz, yana vot qilsak, u ochildi. 0,7 dan 0,8 gacha borguncha 0,75 chastotada demak ishlayapti. Havo harorati 85 dan 75 gacha ishlaydi ekan. 125 avariyni stop. Shunday qiziqarli, foydali ma'lumot bo'lgan bo'lsa, like bosib, podpiska bo'lib qo'yasizlar. Navruzbek G'oziyev Cho'pov Master kanalimizga, profilimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Aloqa uchun pastdagi raqamlar 90 203 89 89.